Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uğur Qurultayı Hamasның 7 oktyabr İsrail qılğan zor köləmlik tuyuqsuz hücum səbəbidən partlab çıxqan və hazırmı həm şiddet bilan davam qılıyatqan Hamas-İsrail uruş münasibəti bilan bayonot e'lon qilib, xalqaro jamoatchilikni normal fuqarolarning hayotini qo'g'dab qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Qurultayning 9 oktyabr bu vaqtda e'lon qilgan qisqa bayonotida aynan mundaq deyilgan. Dünya Uğur Qurultayı Hamasning İsrail fuqarolariga qaratgan qo'rqinchli hujumini qattiq ayblaydi. Shundaqli to'qinishlarning keskinlashib, texim ko'p insonlarning hayotidan ayrilishidan kuchlik andish tuydi. Biz terrorlik va urushning azobini tortayotgan butun insonlar bilan bir saf ekanligimizni ifodalash bilan birga, zo'ravonlikning ta'siriga uchragan butun insonlarning omonligi uchun duo qilamiz. Dünya Uğur Qurultayı bu sifatimiz bilan xalqaro jamoatchilikni normal fuqarolarning hayotini qo'g'dab qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga, O'rta Sharqda odil va uzoq muddatli tinchlikning barpo qilinishi uchun unumli mexanizm barpo qilishga chaqiramiz. Dünya Uğur Qurultayı başçılığındakı Uyghur təşkilatları və xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarını öz içine alğan 90 təşkilat 9 oktyabr günü birləşmə imzalıq ortaq bayonot e'lon qilib, BDT'ga a'zo davlatlarni bugun, yəni 10 oktyabr BDT'da o'tkazilgan saylamda o'zini yana qayta BDT kişilik hüquq kengashining a'zoligiga nomzod qilib ko'rsatgan Xitoyning BDT kişilik hüquq kengashiga qayta saylanishni rad qilishga chaqirdi. Uyghur kişilik hüquq qurilish tarafidan tayyorlab chiqilgan va 90 tashkilot tarafidan imzo qo'yilgan bayonotda mundaq deyilgan. Biz Xitoy Xalq Cumhuriyatining BDT kişilik hüquq kengashiga qayta saylanish uchun nomzod bo'lishiga qat'iy qarshi turamiz. Hamda BDT umumiy kengashiga a'zo davlatlarni Xitoyga bilet tashlamaslikqa va o'rinni bo'sh qo'yib qo'yishga chaqiramiz. Bayonot yana Xitoyning yer shari miqyosida kişilik huquqni qo'g'dash va olg'a surishga mas'ul bo'lgan bu organda o'rin egallashga loyiq emasligi ta'kidlangan. Ma'lum bo'lishicha, bu o'rtaq bayonotni Kommunizm qurbonlari xotir fondi, Dünya Uğur Qurultayı, Uyghur Akademiyasi, Amerika Uyghur Jamiyati, Uyghur Hareket Tashkiloti, Avstraliya Uyghur Jamiyati, Yaponiya Uyghur Jamiyati, Kanada Sharq Turkiston Jamiyati, Xalqaro Tibet Harakati, Rene Kassin kişilik hüquq uchun Yahudilar ovozi qatorliq 90 tashkilot birlashib e'lon qilgan. Kişilik hüquq tashkilotlari Xitoyning bu organga qayta a'zo bo'lib saylanishiga qarshi bo'lsa-mu, lekin Xitoyning uningga qayta saylanish ehtimolligi kuchli deb qaralmoqda. Bu qatim kişilik hüquq kengashiga Osiyo rayonidan Xitoyni o'z ichiga olgan 4 davlatning o'zlarini qayta nomzodlik ko'rsatganligi ma'lum. Lekin 90 tashkilot 9 oktyabr e'lon qilgan o'rtaq bayonotida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarta milliy kimlik asosida keng ko'lamlik va sistemlik bostirish elib berayotganligi, BDT kişilik hüquq oliy komissarining 2022 yil 8 oyda e'lon qilgan dokladida bu bostirishning insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilish mumkin deb ko'rsatilganligi ta'kidlangan. Bayonot qayd qilinishicha, agar BDT umum kengashidagi bu qatimliq bilet tashlashda Xitoyni qo'llash nisbatidagi har qanday o'rlash xalqaro jamiyat tarafidan uningga xato signal berdi ekan. 30 sentabr kuni O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi O'zbekiston Go'zal san'at akademiyasining fotosuratlar saroyida boshlangan Uyg'ur rassomlarining tasviriy san'at asarlarining xalqaro ko'rgazmasi 6 oktyabr kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. O'zbekiston san'at akademiyasi, O'zbekiston Jumhuriyatlik Uyg'ur madaniyat markazi, Toshkent fotosuratlar saroyi, Toshkent shahri Sergeli Naillik Uyg'ur madaniyat markazi, 1001 san'at loyihasi tashkilot qatorliq o'rinlarning birlikda uyushtirishi va Uyg'ur akademiyasining tashkiliy va boshqa jihatlardan yaqindan moslashib berishi bilan o'tkazilgan mazkur ko'rgazmaga O'zbekiston, Amerika, Germaniya, Angliya, Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iziston qatorliq davlatlardagi Uyg'ur rassomlarining 100 parchadan ortiq asari tomoshabinlarning huzuriga sunildi. Bu Uyg'ur rassomlarining tunji qatimliq cho'ng ko'lamdagi xalqaro ko'rgazma faoliyati hisoblanadi. Mazkur ko'rgazma yana Uyg'ur tili va madaniyatini saqlash va rivojlantirishni maqsad qilgan. Shu sababdan ko'rgazma tashkilotchilari maxsus program tayyorlab, ko'rgazmaning har kuni o'xshamagan bir marosimlarni olib borgan. Bular O'zbekiston Jumhuriyatlik va Toshkent shaharlik Uyg'ur jamoati bilan uchrashish, Uyg'ur ziyolilarining Samarqand shahrida uchrashishi, Uyg'ur ziyolilari va rassomlarining Uyg'ur o'quvchilari bilan uchrashib ijodiy kechilik o'tkazishi va ona til mavzusidagi muhokama yig'ini qatorliqlardan tarkib topgan. Xalqaro Uyg'ur rassomlari ko'rgazmasiga faqat rassomlar emas, balki yana ziyolilarmi taklif qilingan. Mazkur faoliyatga kelgan Turkiya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston Uyg'ur jamoat vakillari va ziyolilari yangi loyihalarni birlikda muzokara qilishdi. Uyg'ur akademiyasining qo'llashida navbatdagi madaniy uchrashish va ko'rgazmani Turkiyada uyushtirish fikrlari o'tirg'i tushdi. Keyingi yillarda O'zbekiston Uyg'ur jamoati xalqaro Uyg'ur tashkilotlariga a'zo bo'lib, Uyg'urlarning faoliyatlariga qo'shilmoqda.
Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondagi eng chong Uyg'ur diasporasi Toshkent va Andijon shaharlariga tarqalgan. Mazkur ko'rgazmaning rasmiy ichilish va yepilish marosimlariga nurg'un hukumat va jamoat arboblarining qatnashishi O'zbekiston Jumhuriyatida Uyg'ur xalqining oldin qatordagi millatlarning biri bo'lganligini ifodalaydi ekan. Ko'rgazmaning oxirgi kunlarida O'zbekistonda turishliq Turkiya Jumhuriyati elchixonasining vakili Hamdi Turshuju apandi Uyg'ur rassomlari bilan suhbatlashib, ularning asarlaridan bek ta'sirlanganligini bildirdi. Qirg'iziston xalq rassomi Sobitjon Bobojonov o'zining Idiqutning 3 avlodi nomli asarini Turkiya Jumhuriyati elchixonasiga hadiya qildi. Mazkur ko'rgazma davomida uyushtirilgan rassomlar va studentlar uchrashuvida Germaniyada istiqomat qilayotgan Uyg'ur rassom Marvayt Hofiz xonim avlodlarga Uyg'ur tarixi va o'z rasmlik Uyg'ur ayollarining kiyim-kechaklari to'g'risida tafsiliy leksiya berdi. Ataqlıq Uyghur ədəbi obzorçu və ma'rifçi Yalqın Rozining Xitoy hökuməti tərəfindən türməyə tashlanğanligiga 7 yil bo'lgan bir paytda uning Amerikada yashaydigan qizi Tumaris Yalqın X ijtimoiy aloqa supsida chaqiriq e'lon qilib, Xitoy doiralaridan dadisini qo'yib berishni talab qilgan. 2016 yili tuyuqsiz g'oyib bo'lgan Yalqın Rozining keyinroq Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi. Uning tutqun qilinishidan 10 yil avval Ma'rif nashriyat tarafidan nashr qilinib, Uyg'ur o'rta maktablarida o'qitilib kelgan adabiyot darslik kitobi sababidan tutqun qilinganligi ma'lum bo'lgan. Xitoy taratqullarining oshkorlashicha, Xitoy hukumatı Yalqın Rozini jazolashda uning mas'ul muharrirligidagi mazkur darslik kitob pantürkizm va bo'lginchilikni targ'ib qilib, yosh o'smirlarni zaharlagan deganni bahona qilgan ekan. Xitoy hukumatı 2017 yil boshlangan cho'ng tutqunda Uyg'urcha kitoblarni cheklab qolmay, madaniyat sepidagi Uyg'ur ziyolilarini keng ko'lamli tutqun qilgan. Tumaris Yalqın X qilgan chaqiriqida bugun dadam Yalqın Rozining Xitoy Kompartiyasi tomonidan qonunsiz qo'lga ilinishining 7 yillik xotir kuni. Uyg'urlar nurg'un yillardan beri Xitoy Kompartiyasining bostirishiga uchrab keldi. Xitoy bu vahshiylikni to'xtatsin. Dadam Yalqın Rozini va boshqa begona Uyg'urlarni darhol qo'yib bersin deb ko'rsatgan. Xitoy hukumatı shu qatimliq Uyg'ur o'rta maktablarining adabiyot darslik kitobini tuzishga rahbarlik qilgan atalmış Uyg'ur abnumroylik Ma'rif nazoratining sobiq noziri Sattar Savutni 2 yillik kechiktirib o'lim jazosiga hukm qilgan. Ayni vaqtda Xitoyning xalq gazeti maqola e'lon qilib, Sattar Savut va uning hamkorlashuvchilarining tarixni o'zgartirish va burmalash orqali o'quvchilarga bo'lginchilik ideyasini singdirib, milliy o'chmanlikni kuchaytirish va vatanni parchalash maqsadiga yetmoqchi bo'lganligini aybligan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.